Assalomu alaykum hammaga hurmatli yurtdoshlar. Yine Dilmurod do'stimiz Po'lata 3-latda yotibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yurtdoshlar, yurtdoshlar. Pasportini yo'qotib qo'yganlar. Возвращение народini olish uchun elchixonaga, konsullik bo'limiga murojaat qilib kelasizlar-ku. Mana shunaqa vaziyatlarda hozir sizlarni har xil gaplar yuradi, odamlarning orasida bermaydi, shtraf qiladi. Yo bo'lmasam kimlardir chegarada ham ko'rdik, oddiy uchastkovoydan qog'oz olib chegaradan o'tmoqchi bo'lganlar bo'ldi yaqinda. Pasportingizni yo'qotgan bo'lsangiz, varog'i yirtilgan bo'lsa yo kuyib ketgan bo'lsa, qaysi shahar yaqin bo'lsa, shu shaharda konsullik bo'limiga murojaat qilib, vatanga qaytish sertifikatini rasmiylashtirib olishingiz mumkin. Hozir mana bu yerda qani siz sertifikatingizni ko'rsatib to'lovlari $60 to'landi. $60 to'landi. 4 ga 3 ming rasmga tushildi. Agar ko'k pasportingiz yo ID kartangiz bo'lmasa, 2 marta kelasiz. Birinchi marta ariza topshirib ketasiz. Arizangizni qabul qilgan to'g'risida sizga qog'oz beriladi, bildirishnoma. Pasportim bormi? Keyin o'sha bildirishnoma qo'lingizga bergandan keyin ketasiz. Qachon tayyor bo'lsa, bu o'sha 5 kun, 7 ish kuni ichida tayyor bo'ladi. Pasport yo'q. 5-7 kun. Pasport dedi. Shuni? Shuna olasiz, qarang. Ular 5-7 kun ichida tayyor bo'ladi. Keyin telefon qiladi sizga, o'zlari aloqaga chiqadi konsullik bo'limi xodimlari. Tayyor bo'lganligi to'g'risida kelasiz, qaytib konsulstvaga olib ketasiz. Agar sizda ko'k pasportingiz, ya'ni yashil pasport, ID kartangiz bo'lsa, siz bir borganda olasiz. Mana bularda ko'k pasport bor edi sizlarda. Ha. Ko'k pasport bor edi, hozir bugun keldik. Bugunning o'zida to'lovlarni qildida darrov shu 20-30 daqiqada tayyor bo'ldi. Mana pechat qo'yish uchun maxsus joylari bor. 4 burchak qo'yilgan. Mana shu pechat tagidan chegara kesib o'tishga pechat qo'yish, muhr qo'yish uchun qilingan. 3 ta pechat, 4 ta, 5 ta pechatga joy bor ekan. 1 oy srogi bo'ladi возвращение народинani. 1 oy amal qiladi. Olgan kuningizdan boshlab mana biz bugun oldik, bugundan boshlab amal qilish muddati 10-11-2025. Boshqa lishli to'lov bo'lgani yo'q. $60 shu rasmga tushiladi. Rossiyada farzandi tug'ilganlar ham ZAGSdan guvohnomasini olib to'g'ri chegaradan o'tib keta olmaydi. Rossiyada farzandingiz tug'ilgan bo'lsa, sizni ZAGSdan guvohnoma olasiz, keyin konsullik bo'limiga kelasiz. Xuddi shunaqa vaqtinchalik chiqishga sertifikat beradi. Rossiyada tug'ilgan farzandingiz uchun. Uni $10 to'lovi. Yosh bolalarga $10 to'lov bo'ladi. 1000 rubldan 1000 rubl to'lanadi. 20 daqiqada hal bo'ladi va farzandingizni olib chiqib ketishingiz mumkin. Mana, tabriklaymiz. Po'lata, shu yerdamisiz? Po'lata ham shu yerda. Orqada yana bir odam yotibdi, 3-latda. Spalniyda. Ular yana savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yaverasizlar. Qizil pasport masalasida hozirda Впереди камера на 50. tezlikni oshirmadi. Hozirda qizil pasport olish imkoni faqatgina kim Rossiyada qonuniy yurgan bo'lsa, patent bilan yurgan bo'lsa, patent to'lovlari amalga oshirib, propiskalar, registratsiyalari joyida bo'lsa, shu fuqarolarga chet elga chiqish biometrik pasporti, xorijga chiqish biometrik pasporti beriladi. Oldingiday, ya'ni 10-sentyabrgacha xohlagan O'zbekiston fuqarosi hech qanaqa hujjati bo'lmasa ham olib ketishi mumkin edi. Qizil pasport endi esa faqatgina kimni patenti bo'lsa, yo bo'lmasa kimdir student bo'lsa, hozirgi vaqtda o'qib yurgan bo'lsa, shulargina olib bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, kim hozir qonuniy yurgan bo'lsa, shu odam qizil pasport olib bo'ladi. Noqonuniy yurganlar faqatgina возвращение народini olishi mumkin. Savollar bo'lsa kommentariya yozib qo'yasizlar. Qiyinchilik bo'lmadi, to'g'rimi?
Zakonniy, от души. Yo, bir ishni savol javob ham bergani yo'q, yo bo'lmasam borib paloncha spravka olibki, metr ekan qani demaydi. Muhimi O'zbekistonda qayerda yashashingiz to'g'risida adresingizni bilishingiz kerak. Shuni so'radim. Albatta. Qaysi shahar, viloyat, tuman, mahalla, ko'cha, uy raqamini bilsangiz bo'ldi. Tayyor bo'ladi. Sog' bo'linglar. Savollar bo'lsa kommentariyada yozib qo'yaverasizlar. Xolasa keyingi videolarda shu kommentariyalarga qarab savol javob qilgan videolarni yana yuklab boramiz YouTube'ga.